Reanimatsionning o'zida nimalar qilib gaplashib, даже rasmga tushib, o'rtog'imga mana yaxshiman deb jo'natib yuborib, mana shunaqa qildimda. Meni ismim Zaynab. Undan oldin ko'krak batyashka qildirgan edim 2 marta. 2 martasida ham neudachniy chiqdi. Doktor endi tanlashga bog'liq ekan. Az Inoyatov tanladim. Oxirgi qarorim. Juda ham xursandman. Juda ham yaxshi natija oldim. Yana shunaqa adash bo'ladimi deb yo'q, qo'rqqanimdagi bo'lmadi. Juda ham yaxshi tanlov qilman. Chunki ko'krakda adashganim uchun juda ham xunuk shiramlar, noqulaylik. Xudo xolasa 1 yildan keyin yana Aziz Inoyatovga ko'krak batyashkasini noto'g'ri qilingan operatsiyani ularga qildirish niyatim plan qildim. Figura korreksiyada abdominoplastikani mamnunman natijasidan. Juda ham yaxshi. Bundan ortig'ini to'g'risi kutmagan edim. Xohlagan natijamni oldim. Hammaga tavsiya qilaman. O'zim xohlagandek qutuldim bitta yog'lardan. Natijadan mamnunman. Ularni nimasiga qarash kerak ekan? Doimiy postlarni kuzatish kerak ekan. Kelib ko'rishga, doktor o'zi bilan konsultatsiyadan o'tish kerak ekan. Doktor tanlashda adashmasin. Mana bir marta ko'krakda adashdim. Yo, bunisida adashmadim. Xohlagandek unaqa izlayam yo'q. O'zim xohlagan natijani oldim. Yaxshi doktor tanladim. Ko'kragimni ham Aziz Inoyatovga qildirmaganimdan afsuslanaman. Koshki agar boshida o'sha operatsiya qildirmasimdan 3 yil oldin Aziz Inoyatovni taniganida edim. Hech bo'lmasa birinchi operatsiyadan keyin ko'kragim 2 marta operatsiya bo'lgan. Birinchi martasida ham operatsiyadan keyin hatto ikkinchisidan oldin taniganimda edi. Hech ikkilanmasdan Aziz Inoyatovga qildirardim ko'kragimni. Endi planim bor. Hozir qilib bo'lmaydi dedilar. Keyingi yilga plan qo'ydim. 2026-yilda ko'kragimni ham boshqatdan chiroyli qilib restavratsiya qilib to'g'rilab beraman deb va'da berdilar. Narkozda aytishadi, chet ellik zo'r, O'zbekistonniki yaxshi emas deyishadi. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Sizlar doktor tanlovda adashmanglar. Yaxshi doktor, xirurg tanlasanglar, narkozi ham yaxshi bo'ladi, doisi ham postisiga ham 100% Aziz Inoyatovda narkoz O'zbekistonniki hozir juda ham rivojlangan ekan. Men o'zim qo'rqqan edim. Aziz Inoyatovda narkozini ko'rdim. Anesteziologlar ham, doktorlar ham chotki gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Bundan ortig'i bo'lishi mumkin emas. Hammaga tavsiya qilaman. Aziz Inoyatovga kelsinlar, narkozligi gap yo'q. Chet ellikdan hech qanaqa qolishmaydi. Xudo xolasa, ko'kragimda ham yaxshi natija kutaman. Ishonaman Aziz Inoyatovga.